Assalomu alaykum, bizlarni kuzatib turgan hammaga. Bugun 2026-yil 9-iyun sanasida 2 yillik Kober 5BB payvand bo'lingan arra 34 navini o'sishini ko'rsatmoqchiman. Mana qadim Bru 75 mana shuncha o'sgan. Mana shu yerdan payvand bo'lgan. Bu yo'q Kober 5BB, bu yo'q arra 34. Mana o'zi pishishni boshlagan. Kober 5BB ga payvand qilingan odalar pishishi qiyin bo'ladi deb eshitgandim. Menimcha unday emas. Mana arra 34 shu 9-iyun sanasi bo'lishiga qaramay pishishni boshlagan. Mana shu holatda. Mana o'sishlari yaxshi, yomon emas. Mana bu ko'rsatkich barmog'im. Mana shunday holatda o'sgan. Bog'dan qalinligi. Mana bu barglari. Xudo xolasa 9-iyun sanasida o'sishlari mana shu holatda. Anig'i 3 metrdan ziyod shu 3-4 metr o'sgan bo'lishi kerak. Mana shu holatda. Inshaalloh kuzgacha ko'ramiz. Qani qay darajada bu qanchalik balandlikkacha chiqargan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh kuzatishni davom etinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham yangiliklar hali bor.